noyob mahsulotdan noyobidan topib qo'ydim. Mana buni qarab turinglar. Mana buni qarang. Mana yorma holatga keltirilgan holatda. Xo'p, mana somonni shunaqa mayin bo'lgan, gul cho'pini 3 ga bo'lib olganda, mana silos holatda akalar. Agar yozda xudo xolasa silos bo'lsa, silosdan ham chiqaraverasiz. Hammasi mana shu universal drabkada ishlab chiqqan. Xo'p, qo'y bopi, yorma holati, kepay holati o'sha silos holatiga keltirib beradi. Buning ichida nimalari bor? Qaranglar. Mana shunda chiqdi, hozir chiqdi. Xo'p, mana qaranglar, mana shu narsani shu holatlarga, yem holatiga keltirib berdi. Xo'p, buni narxini hozir aytib o'taman. Bunaqa tishda bo'ladigan bo'lsa 2.200.000 so'm, bunaqa tishda bo'ladigan bo'lsa, mana buni qarab qo'yinglar. Bu zavodga original narsa bo'ladi, 2.400.000 so'm. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda motorlar, har xil motorlar bor. Puliga yarasha qo'yib xizmat qilib beraveradi. Aloqaga chiqaverasiz.